ikkita xodim kunduziga, kechasiga ikkita xodim. Ularni bu yoqqa joylashtirasizlarmi? Ichkarida ham joylashtirasiz. Agar o'zini qarimaydigan bo'lsa, bitta olib keladi, bo'lmasa to'g'riga olib boramiz. Ahvollariga qarab mas'ul shifokor chaqiramiz. Ular o'smalarga binoan shu kerakli dori-darmonlar qilinadi. Tartib o'rnatishlik. Asosiy istada tartib bo'lishi. Bu tartib shifokorlar bilan birga qilinadi. Registon mahallasi ko'prik ostida katta tunnel ochildi. 93-yildan beri bu ko'prigimiz o'sha yopiq holatda bo'lgan. Bu ko'prikni qayta ochib, xalqimizga o'sha yaxshi sharoit yaratish maqsadida, uzoqni yengil qilish maqsadida ko'prik ochib berildi. Yunusobod tumanida faoliyat olib borayotgan mutasaddilarga bizning shu murojaatimizdan so'ng mana shu ko'rib turganinglarda shunaqa futbolniy polya, workout maydonchalari, detskiy plashatkalar qurib berildi. Bundan so'ng mahallamizda turli xil sport to'garaklari ko'paydi. Hozir ham biz mahallamizda juda katta ishlar olib borildi. Yunusobod tumaniga biriktirilgan mutasaddi tashkilotlarning yordami tufayli bizning mahallamiz juda ham chiroyli tusga kirdi albatta. Buning uchun avvalo prezidentimizga, rahbarlarga, mutasaddi insonlarga minnatdorchiligimni bildiraman. Oldin bu yoq yomon edi juda ham. Hozir endi zo'r bo'lib ketdi. Biz o'rtoqlarimiz bilan har doim kelib mashqda o'chyapmiz. Biz shu Registon mahallada turamiz bolalarim bilan. Bu joylar mashinada o'tib ketardik har doim. Mostigi, musorka bo'lib yotardi. Juda ham qo'rqinchli joylar edi. Qurilish ishlari boshlanib, mana shunday chiroyli joy bo'ldi. Har kuni chiqamiz bolalar bilan. O'ynaymiz, mahallada boradigan joyimiz bor. Yaqinlarimiz bilan, qo'shnilar bilan ko'rishamiz. Bolalar ham bemalol o'ynaydi, qo'rqmaymiz hech narsadan. Охранаlar bor, hammasi bor. Rahmat katta.